Spirallarning necha xil turi bor? Spirallarning turi ko'p. Birinchisi bu oddiy spiral, ikkinchisi bu kumush, uchinchisi bu tilla spiral, to'rtinchisi bu meriana, uni tarkibida levonorgestrel gormoni bor. Beshinchisi bu implanon spiral. U matkaga qo'yilmaydi, asosiy qo'lga qo'yiladi. Spirallarni asosiy qachon qo'yish kerak? Menstruatsiyani 4-5 kuni qo'yamiz. Spiral qo'yilishdan oldin tekshiruvdan o'tiladi, keyin qo'yiladi. Implanon spirali bu yangi chiqqan spiraldan deb hisoblanadi. U asosiy bilakka qo'yiladi. Bu yaxshi spiral, matkaga bezovtalik qilmaydi. Uni kichkina gormoni bor. 3 yilgacha bu spiral mumkin bu qo'yilishi kerak. O'sha gormon ta'sir qilib turib, o'sha kontratsepsiya vazifasini bajaradi. Lekin uni o'zini условиялari bo'ladi. Agar masalan kimdir qiziqsa, kelsanglar biz shu implanon spiral to'g'risida tushuntirib beramiz. Meriana spiral. Meriana spiralda ham gormoni bor, levonorgestrel. Qon ketuvchilarga ko'pincha bu meriana spiralni qo'yamiz. Boshqa ahvollarda kumush, tilla spirali yoki oddiy spirallarni qo'yib beramiz. Kelasizlar menstruatsiya kelmasdan oldin, kelasizlar tekshiruvdan o'tasiz. Bitta uzimatga qilamiz, ayolni ko'ramiz. O'shandan keyin hammasi yaxshi bo'lsa, menstruatsiya 4-5 kunlarda spirallarni qo'yib beramiz.